Mudin aka qo'ydi boqib, mana shunday qirraga chiqib, shabadada damog'iga kelmaydi. Ha, ya damalatda bu. Ha, charchoqlar chiqadi. Charchoqlar chiqadi. Pastda tashvish ko'p-da. Tashvish ko'p. Shuni kelib, mana shunday o'tirib, o'tlar orasida yotib, ha. Bir kun dam olsa, yotsangiz. mana tabiatda bu. Mazza. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun 25-aprel, bo'lsa Bobotog' yonbag'irlaridamiz. Muhiddin akamizni qo'rasiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi chorvalar bilan? Xo'p, aka, bo'lsa bu yil Surxondaryoning o'ti qanday bo'ldi? Surxondaryoning o'ti zo'r bo'ldi. Mana xudoga shukr. Ha, o'tlar zo'r. Zo'r. Qizildan xudoga Bobotog'dan keldi, kecha keldi qo'yimiz. Ha, boya ayirib kelaman degan qo'yingiz. Ayirib kelamiz degan qo'yimiz shu. To'qlilar. Xo'p. Barakasini bersin, o'tlar zo'r aka. Xo'p, aka. Endi bularni ma'lumotlarini bir tanishtirib keting. Ma'lumoti azbek nima deymiz? Endi qo'yimiz soni 47 ta. 47 ta. 35 ta to'qlisi bor, 25 ta qo'zisi. Ikkitasiga chiqadi endi. Ikkitasiga chiqadi. Aha. Hop, 12 ta sovlig'i bor, ichida 2 ta panji qo'yi bor, qolgani 4 tish qo'y. Ha. Soqdan choraga chiqyapti. Qo'zil qo'ylarni ham ko'ryapmiz ichida. Qo'zil qo'y, ichida 2 ta qo'zil qo'yi bor. Ha. Qo'zil qo'y ham shu qo'yning narxida ketadi. Ular shu odamga bonusga. Ha, chori qo'y, panji qo'y endi to'qlimi? 4 tishga chiqadi endi. Ha, endi 4 tishga chiqadi. 4 tishga chiqadi. Bittasi uzoq to'qilda endi. Bunday aytganda birinchi bolalar. Ha, birinchi qora. Qolgan sog'liq, qolgan 10 talar, 10 tasi 7-chi qoriga. Aha. Yana keyin bitta polis tarafi. Mana shu qo'yda ichida 6 tasi bo'g'az. Hafta 10 kunda ichida tug'adi. Anig'i. Anig'i. Xudo xolasa. Aniga javob bermayman, Shunday. lekin anig'i ko'rinib turgani xohlasa ko'rsataman ham. Nasib kechroq qochgan bo'lsa, endi bu yog'i yana kelaveradi. Endi ular ham sol asta-asta yelim qo'zg'ab boshlaganda. Shunday, mana. Eng kam ko'rsatganlari mana shular. Ha. Bu o'zi bilinib turibdi jonivor. Muhiddin aka, bu qo'zlarni ham ko'rdik. Ikkita qo'zisi bor ekan-a? Ha, ikkita qo'zisi bor, ikkita qo'zisi bonusga. Kim olsa ichida ketaveradi, ha? Ichida ketaveradi. Bu qo'zili qo'y deb narx qo'yotmaymiz. Aha. Endi narxini gapiring-da, narxi qiziq aka. Gapirganda ham aka, bir kelishtirib gapiring. Xolasa olgan odam xursand bo'lsin. Duo qilsin aka sizni. Yo, inshaalloh duo qiladi. Xudo xolasa, narxini ham ko'p osmondan olib kelmaymiz. Nech pul deysiz? Aha. 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Endi 7 million deb buni o'tarib bormi? Ya, hamma narsaning xayri bor. Ha. Hamma narsaning xayri. Xayri emas, endi o'tib beraman deng-da. Muomalada. Ha. Muomalasini qilsa, hamma narsasini qilamiz. Xayri bormi, boshqasi bormi? Xayrini qilamiz xudo xolasa. Kim bo'lsa baraka topsin. Yerdan rahmat aytsa bo'ldi bizga. Ha, xudo xolasa. Mana qo'ylar ham mana yelni qancha bildirib qopti. Endi bir ikkita ushlab ko'rsating aka, ichidan. Shunga qarab bo'yini olaveradi-da. Oh, asta. Hop. Jonivor. Juni lekin mana azbek kabi yo'q. qo'l urmaganmiz. Ha. Hali qo'yga qarab turibsiz, qirqilgani yo'q. Kashdan svet yegan, isliqi svet. Endi to'qlilardan ham ushlangda aka. Endi hammasi pashti bir xil holatda ekan bo'ylar aka. Qo'zlari ham katta ekan. Sog'liq o'zi ko'p bilingan ham yo'q, farq ham kelgan qo'ydi bular. Ha. Endi yoshiga 7 da to'qlilar ham aka. Shunday. Bo'ladi aka. Ushlang. Asta. Voz. Ushlang. Shardoblar umuman shart. Asta. Qo'y baring jonivorni. Qiynamaylik. Xo'p, xullas shu narsalar ekanda, shu qo'ylar ekan aka. Shunday. Ha. Endi u yoqqa muomalada. Shunday. Muomalasini qilsin, Savdosida, savdo sunnat akalar. Shunday. Savdoni qilaverasizlar.
Telefon nomerlariga bog'lanib. Yana bir martadan aytib keting holatlarni, ma'lumotlarni. Soni kreditda Aha. 12 ta sog'lig'i bor, 35 ta to'g'lisi bor. Xo'p, 6 ta ichida yana tug'aydigani bor. Xudo xolasa. Qolgan odamga bonusga. Nasib, xudo xolasa izi ham bor-da uni. Izi ham bor. Anig'i shuncha. Endi hozir asosda Bu yog'i Allohdan endi. shunday. Kechki qochgan bo'lsa, xudo xolasa, bu yog'i ham tug'ib beradi nasib. Shuna bo'lsa, Xudo xolasa tug'ib beradi. Hop, qo'zilari, qo'zil sog'liqlar hammasi bir narxda. Shu gap, shu gap. Ha. Bu qo'zil qo'y degan gap yo'q. Qo'zil Shunday. bonusga ketaveradi. Xullas, akalar, ana shu qo'ylar hop dasht sharoitida yurgan, bir atarda, bir suruvda yurgan qo'ylar. Ma'lumotlarni eshitdilaringiz. Muhammad aka, ko'pchilik endi hozir telefon so'rayapti, kommentariyada yozishyapti aka. 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta oladiganga nima deysiz aka? Endi nima deymiz? Sotamiz, chiqaramiz, barib sotamiz. Aha. Olsa, bir yerda olsa, Qulayroq. qulayroq bitadi. Shunday. 10 ta so'rasa, 5 ta so'rasa, muomalasini qilib beramiz. Xudo xolasa. Osmondan artmaymiz. Endi u tanlab olgandan keyin kim ham bo'lsa ham biladi. 400 ming, 500 ming, 200 ming. Endi kelishasizlar, tanlab olish yo bo'lib olish. Shunday. Endi sizga ustida kelib ko'rib gaplashsa zo'r, Mana yaxshi. shu ustida kelib ko'rib, Ha. molni boshida turib savdoni qilsa, Xolasa shunday tabiat qo'ynida bir dam olib, mana bu yerda otlarim bor ekan. Otlarga qiziqadiganlar bo'lsa. Otlar ham o'zlaringizdan aka. otlar ham o'zimizdan. Hozir ko'p qarichi otda bular, ha. Bittasi chopadi, bittasi toy. Bu akalarimizni qo'ylari ham bizni qo'ylar bilan qo'shqo'ton joyga turganda, Bobotog'da. Hop, hamsoya deydi. O'sha bu qo'ylarni shu Bobotog'dan ayirib kelgan. Akamiz qo'ylarga ko'p xizmat qilgan. Shu o'tgan yildan beri aka orqasida yuribsiz-da.